Damas savdoda 2022-yil Damas'si ponilar o'tib qo'yilgan keldi. Holatlari zo'r bo'lib turibdi. Kraskalari ham 100% toza. Salonlari poni koja qilib qo'yilgan. Hamda yaxshi qimmatli ho'llarga saq qo'yilgan, Malibularga tushunofga qilingan, Malibu ruchaklar, bespirodniy zaryadkalari bilan Ekor poliklar liniyagacha hisob qo'yilgan, o'zini halol bo'lgan probiga 65 ming kilometr bo'libdi. Ulargacha uстановка qilib qo'yilgan. Xo'p, original Pioneer White Wall'ga uстановка qilingan, o'zining pullari bilan oynalarigacha elektronlik qilib qo'yilgan, gidroregistratorlargacha uстановка qilib qo'yilgan. Boshida to'liq variantda shumizolyatsiya ham bo'lgan. Keyin o't kolonkalargacha uстановка qilib qo'yilgan, ustun-tunlarigacha bor, eshiklargacha regulyatsiya qilib qo'yilgan. Orqa oynalari qoraytirib tonirovka qilib qo'yilgan. Mashina faqat benzinda yurgan, metan gaz uстановка qilinmagan, oldi farqlargacha ledli uстановка qilib qo'yilgan. Bunday sepadigan farsumkalargacha qo'yib qo'yilgan. Motor, hadovoy korobka mo'shlarida ishlari, xudo xolasa bexarajat mashina olib, hech qanaqa xarajat qilmay mazza qilib haydaysizlar. Kraskasini, probegini ko'rib, ko'rsatib tekshirtirib olasizlar. Olib mazza qilib haydashingiz uchun $5600 bo'lsa berib yuboramiz.